Tezkor Shomurodov umuman kutilmagan jamoadan taklif oldi. Demak, barchaga assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida Endi Futbol kanali. Rolikka like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Demak, boshladik. Videomiz bosh homiysi Mospet bukmekerlik kompaniyasi. Kommentariyada yozilgan ssilka orqali ro'yxatdan o'ting va promokod joyiga Endi Futbol so'zini yozing va 3 million so'mgacha bonusni egasiga aylaning. O'z millionlaringizni kommentariyadagi ssilka orqali ishlab toping. Yevropada transfer oynasi yopilishiga arafasida, tarkiblar esa kuchaymoqda. Jamoalar so'nggi urinishlarni amalga oshirmoqda. Xususan Romada o'ynayotgan hamyurtimiz Eldor Shomurodovga kutilmagan xaridor paydo bo'ldi. La Gazzetta dello Sport nashrining ma'lum qilishicha, seriya vakillaridan Lecce transferlar oynasining oxirgi kunida o'zbek futbolchisiga qiziqmoqda va Romaga murojaat qilgan. Rimliklar ustozi Jose Mourinho Monsaga qarshi o'tkazilgan uchrashuvda Eldor Shomurodov endi jamoaga yordam beradi degan edi. Ekspertlar portugaliyalik mutaxassisning bu gapini Shomurodovning Romada qolishini anglatadi deb hisoblagan. Shunga qaramay, Lecce sport direktori Eldor Shomurodovni qo'lga kiritishga urinmoqda. Eslatib o'tamiz, Italiyaning o'zidan Eldorga Bologna, Torino, Monza, Sassuolo, Sampdoria, Salernitana kabi jamoalardan qiziqishlar bor edi.